ertalabdan sud majlisiga kelganmiz. Mana shu bola qancha o'tirib chiqdi? 5 oy o'tirdim. Nima sababdan? Elektrisitet tokki Levisdan sababdan. 3 kun ishlatganman, 3 kun. 5-6 oy o'tirib chiqdi. Keyin qancha shtraf qilishdi? 733 million 212 ming so'm. Levi ulamoqchi bo'lganligini maslahat berasan? Vahshiy ulamaydi. 1 minut ham ulamaydi. Mana Jahongir aka 733 million tasavvur qiling, shuncha pulni sud bo'lib necha pulga tushira oldik hozir? 176 millionga tushira oldilar. Jahongir aka zo'r advokatlar Samarqanddan kelib sudlarda qatnashib beryaptilar. Hozir mana shu 176 millionni ham yana kamaytirsa bo'ladimi yo'q? Iloji bor, kamaytirishda. Mana shu kamaytirish uchun har safar yana sudga kelyapti. Nasib kamaytiramiz. Shunaqa ish qilib hal bo'lib ketsa, buni nimaga qo'yganman? Hech qachon Levi ish qilmaylar. Bu juda opasniy. Mana ko'z o'ngimda o'tirgan ishni ko'rsatyapman. Agar 5